Erkaklik gormoningiz ko'payganda sochingiz to'kilishini bilarmidingiz? Erkaklik gormoni bo'lgan testosteron organizmdagi 5 alfa reduktaza gormoni ta'sirida dihidrotestosteronga aylanadi. Dihidrotestosteron testosteronga nisbatan androgen retseptorlariga 3-5 barobar kuchliroq bog'lanadi. Natijada dihidrotestosteron bog'langan soch follikullalari ingichkalashadi, ya'ni sochlar siyraklashishni boshlaydi. Sochning o'sishining ikkita davri bor. Anagen va telogen fazasi bor. Anagen fazasi qisqarishni boshlaydi. Natijada erkaklik tipidagi soch to'kilishi yuzaga keladi, ya'ni peshana sohasidan boshlab sochlar to'kilishi kuchayadi. Mana o'sha testosteron dihidrotestosteronga aylanyapti, sochlar ingichkalashyapti va natijada ildizdan ko'chib to'kilishi yuzaga kelyapti. Xuddi shunday ayollarda ham bu holatni androgen alopetsiya deyiladi. Xuddi erkaklardagi singari ayollarda ham erkaklik gormoni uchraydi, faqat miqdori ko'paysa, dihidrotestosteron miqdori oshadigan bo'lsa, ayollarda ham soch to'kilishi yuzaga keladi. Erkaklarda peshana qismidan to'kilishi yuzaga kelsa, ayollarda mana bunday o'rtadan chiziq hosil qilgan holda to'kiladi. Barchamizga, juda ko'pchilikka tanish mana shunday soch to'kilishi yuzaga kelsa, bu odatda androgen alopetsiya, ya'ni erkaklik tipidagi soch to'kilishi deyiladi.